Voy onasini hamsin, tahrikkab. Maftun, yana daraxtda o'tiribsanmi? Yurani vali cho'loq bolalarni yig'ib kelibdi. Borimdan dalasini chiqarib keling. Yur ona qizim. Mana bugun qishlog'imizda juda uzoq kutilgan futbol o'yini Vali cho'loq komandasiga qarshi Shermat akamning 9 o'g'li va bir qizi to'p suradi. Jvachkani tashalanka. Nalaring bolalar, shiorimiz o'tirgan o'rnimiz shot ekan, yutqizib qo'ygan. Men qara, eski taktikani qilasan, tushundingmi? G'uvani Alijon kichkina boru, shortigidan tortsan. Bor. Hayzilla, malaqqacha ke olib qolsan, ya malaqqacha ke. Baba, ko'rdingmi Shermat? Ana kichkina tirmizayinga aytgan, bolamni tusigidan tortib o'ynamasdan. O, nabi cho'loq jonga tegdik, o'zingga ham, sekundan ham. Birinchi taym tugadi. Ada, anularingizni Allohu qursin. Ona qizim, mana mendan ichki 4 ta gol uramiz hozir. Zo'ru. Qarang, tez bor. O'yin tugadi. Shermat akaning gollari yutdi. Endi menga qara Shermat. Mayli bu safar yutding, lekin meni qizingni baribir o'zim kelin qilaman. Voy, nima deyapsan, cho'loq? Yaxshi o'yinchi sanga beraman. Mambo, mambo Italiano, hey, hey, mambo.